Assalamu alaykum doktor. Ve aleykümselam. Köpten köp rahmet aldı bilen kıymetli vaqtınızı çıkarıp ziyaretimizi kabul kılganlığınız için. Memnun rahmet eytimen. Rahmet. Doktor aldı bilen bu 20 New York vaqt gezinin 24 fevral e'lon qilgan xabarni bir analiz qilib baqsak, bu xabarda 2023-yilda Amerika Merkezi İstihbarat İdaresi CIA ve Devletlik İstihbarat Organı amaldorlari şu 2023-yil 7 ayda Krimli jilg'isdagi bir ishxonada Apple, Nvidia, AMD qatorliq bu texnik magnatlarning shu raislarini, ijroiya amaldorlari bilan bir maxfiy yig'in ochib, Xitoyning 2027-yili Tayvanga hujum qilish mumkinligi to'g'risida ogohlantirish belgiligini o'tirib qo'ydi New York gezdi. Bu o'z vaqtida shu CIA boshlig'i William Burns bilan davlat istihborot organining boshlig'i Avril Haines siyosatchilik qilgan ekan. Hamda şu mesele oturup koyulan bazadır 2026 yılda, 2027 yılı Xitayninki Tayvanga hücum qilish ihtimalligi borligini bu katta boshlar bilan so'zlashib ekan hamda istihborot idorasi Amerikaning. Bu qatim Amerika Moliya ministri Scott Bessent bo'lsa o'tgan oydagi Davosda ochilgan yig'inda Xitoyning navbatda shu eng ilg'or o'zaklarning 97%'ning Tayvanda ishlab chiqarilganligini, buning butun dunyo uchun intayin cho'ng bir xatar ekanligini, eng zo'r bir xavf, agar Tayvan oraliq qo'rshavga ilinsa yoki ishlab chiqarish iqtidori vayron qilinsa, buning bir iqtisodiy qiyomat bo'lganligini bildirdi hamda. Biz bu ikkisini 2023-yildagi bu gap bilan hozir Davosda qilingan bu gapni qanday analiz qilamiz? Xitoy haqiqatan 2027-yil mana shunday bir harakat qilib qilish ehtimoligi qanchalik Xitoyniki Tayvanga qarata? Sizning bir fikringizni olgan bo'lsak. Xo'sh, bu 2027'de Xitoy armiyasininki qurilganning 100 yili bo'ladi hamdi. Belki bunu sembolik jihatdan buni qilishining ehtimoli bor. Undan keyin bu Xi Jinping yani Mao'dan cho'ng bir lider bo'laman, tarixda yozilman deb o'yi bo'lishi mumkinki, bu jihatdan nurg'un tadqiqotlar bor. Yani seviyesi ve bilimi onçilik bo'lmasimi, ama xiyoli yaman cho'ng deb. Shuningga buningki bu vaqtida, yani Xi Jinping'ninki bu vaqtida Tayvanga bir hücum qilishninki ehtimoli bor. Xi Jinping jihatdan desek, Amerika jihatdan deydigan bo'lsak, yaqinqi vaqtlarda dünyada shu nima xalqaro tuzum, xalqaro qonun, xalqaro tartiblar buzilyotidi. Bu buzuluş bazı devletler almakçı bo'lgan bazı zemin topraklarının ilişiğe bir fırsat mı yaratıvadıdı. Çünkü tertip tüzüm buzulgandan keyin hammadan o'zining manfaatini o'ylab harakatga o'tish mumkin. Bütün şu ahvollar Xitoyning 2027'de bir Tayvan'a karta bir hareket ilip birişini köstüdü. Xo'sh. Ama bununki qiyin tarafları mı vardı? Mesela 1979'da 4. ayda şu Amerika'nınki Tayvan'a karta ilingan bir kanun var. Tayvan bilen münasebetlerdi. Ondan kim bu Reagan'ın vaktida 6 matlık Tayvan'ı qo'llab qilish uchun 6 matlı maxfiy nimalar var. Hüccet var. Ondan başka yani şu kinki yıllarda, şu kinki 20 yılının içinde 2-3 aşina hüccet var Tayvan'ı qo'llab qilish. Xo'sh. Bu bir vaqa bo'lib qolgan chaqda shu qonunni ishga selish uchun Amerikadagilar yani Amerika mı bu jangga aralashadi degan gap hamdi. Amerika aralashgandan keyin bu jangninki mayli shu cho'ng kichikligi, mayli dunyoga yeyilish yoki Osiyo Tinch okeanus tarafga yeyilish jihatdan desak, yani kenglikda jihat desak, yaman cho'ng bir mesele bo'lib qoladi hamdi. Ondan keyin siyosiy, xalqaro siyosiy besimlar bo'lishi mumkin. Gerçi Rusya biz Xitoyni qo'llaymiz Tayvan ilishida degan bo'lsa-mu, biraz qiyinchilik var. O harbiy jihatdan, mutabiya jihatdan
Bu Xitay Amerika'nınki uruşu zaten bir dünyanınki en çoğun uruşu buldu bu yaşarını. En ahırda kim futboladı bu mu böyle mücmel bir mesele. Amerika keyinki yıllarda şu yapay zeka bilan sınaq qilib Xitoy bilan jang qilib qolsa qanday qilamiz deb. Xitoyni aranla utalaydi ekanda, aranla degani ya'ni futur yetishmi mumkin ekan. Bu gapnimi o'z vaqtida shu bultularda Amerikanın hozirgi nima deymiz, urush ministri deymizmi, mudofaa ministri Urush ministri. bizdimi chiqdi bu gaplar. Shuningga hozir Amerika tehi Xitoyga Xitoyning Tayvanga hujum qilib qolsa, taqabul turdigan jetdagi qarorliq tehi uni ko'ramidik de irodasini. Bu hammasi Xi Jinping'ninki 2027'de jang qilishninki bir fursatini yaratib bergandek ko'rinyapti-da. Xitoy jetdan deydigan bo'lsak, nurg'un generallarni ep tashildi. Xitoyninki armiylari shu harbiy manevradan boshqa bir jangga qaytilib va u jangda harbiylar emas, shu ishlatayotgan ilg'or qurollar bir-birisiga moslashtirib shundoq jangga kirdigan bunda bir mashq nima de to'liq qila olgan emas endi. İsil qurolları bor deyilyotdi, ammo uni jangda nihoyatda unumli ishiltalisi bo'ldi. Shuningga bu jangda mayli dengiz armiyasi, havo armiyasi bo'lsin, bularninki harakatlari nima moslashish lozim. Undan boshqa Tayvanma yaqinqi yillarda ham Amerikadan qurollarni ilyotdi. O'zimi ba'zi qurollarni ishlab chiqaryotdi. Ya'ni Xitoyga taqabul turish uchun. Shuningga bu jangning ehtimoli bor, ammo shu darajadagi bir qiyinchilikmi bor. Hozirgi vaziyat shu deb Xo'sh. ko'raman. Ko'pdan ko'p rahmat.